nafas olishida harorat ham ta'sir ko'rsatadi, bilasizlar. Mana hozir biz Makka jo'xorini sovuq haroratda, derazadan kelayotgan havo harorati juda ham sovuq. O'sha haroratda qo'yganimizda, demak, nafas olish jadalligi birdan nima bo'ladi? Kichik bo'ladi, ko'rishimiz mumkin. Keyin yuqori haroratda ko'ramiz, yuqori haroratda birdan katta bo'ladi. Demak, sovuqqa va issiqda boshqa moddalar parchalanishini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana qarang, kuzatamiz. Sovuqda qo'ydik. Demak, eritma ichkariga harakat qilyapti. Ichkariga harakat qilsa, demak, mana bu kolbaning ichida kislorodning miqdori nima qilyapti? Karbonat angidridga nisbatan ajratishga nisbatan kislorodni ko'proq yutyapti. Shu sababli bu ichkariga tomon harakat bo'lyapti. Lekin biroz sekinroq harakat qilyapti, chunki men eritmani ko'proq tomizdim bu yerda. Mana bu kameraga yaxshiroq ko'rinish uchun. Hozir xuddi shu tajribani biz issiq joyga qo'yib qilamiz. Mana shu eritma tashqi tomonga qarab harakat qilishini ko'rishimiz mumkin. Bu demak nechinchi gruppa edik? 122 gruppa bilan qilgan katta tajribamiz shu bo'ladi. Endi buni moddani boshqatdan uyga tomizamiz. Xo'sh. Mana ko'rishlaring mumkin. Endi demak, modda tashqi tarafga qarab harakat qila boshladi. Chunki bu yerda konditsionerning harorati kelyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Teparoqdan tushirsangiz, mana bu tepadan. Qarang. Mana qarang. Ketishni qarang. Ko'ryapsizmi? Tezlikda. Tashqariga chiqib kelyapti. Konditsionerni o'chiraylik-da. To'sat. Nima? Xona harorati normal bo'lganligi uchun sekinlashib o'zgartirib qo'yamiz. Balki qanavi bo'lishi ham mumkin-da. Qotib qolgan bo'lishi ham mumkin-da. Ko'pda bu toshda. Ana, qarang. Qoyil. Shoshmang. Sovuqqa olish kerak edi. Mana qarang, endi qarang. Bu ketishni qarang, yugurib ketishni qarang. Demak, bu bevosita harorat bilan bog'liq jarayon ekan. Ketdi uni. Qoyil. Kerak, o'zdan o'tkazish kerak. Yaxshi rejissura. Ketish. Konditsioner ishlayapti. Buni hozir olib qo'ysak Endi boshqa bo'ladi. yana sal chizsin, oxiriga. Yo'q. Birdan olib borish kerak. Yo'q, unga. Dahshat deyapman qarang. Harorat ta'sirida Nega so'kisa deb qanday bo'ladi? Siz Hozir. Rangiga. Salini o'ttirolmayman. Xo'sh, qarang. Demak, tashqariga ketyapti. Nafas olish koeffitsiyenti birdan yuqori ekan. Yuqori, to'g'rimi? Qarab turing. Yuqori bo'lganligi uchun, demak, tashqariga harakat paydo bo'lyapti.
Bunda demak hozir nima parchalanyapti? Stearin parchalanyapti. Chunki bu yerda issiq bo'lganligi uchun stearinni parchalayapti. Endi qarab turing. Hozir xuddi shu tajribani buni ushlab turasiz. Endi sovuq havoda ko'ramiz. Qarang, qizil joyi. Probkani olasiz. Kechib qarang. Ichkariga harakat paydo bo'lyapti. Sherga borganda parchalanayotgan moddani men o'zgartirib qo'yishim mumkin. Masalan, stearin emas, otquloq yoki otquloq emas, stearinni o'zgartirib qo'yaman. Qarang. Faqat nimani ochib turamiz? Qarang, qarang. Hozir boryapsiz. Parchalaydigan moddani sразу o'zgartirishimiz mumkin. 1 2 3. Demak, Endi siqamiz. sразу olamiz. Davom etadi. Chiqyapti yana. Qarang. Teskari harakat paydo bo'ladi. Demak, harorat ta'sirida biz glyukoza qilishimiz mumkin. Stearin qilishimiz mumkin. Otquloq qismida. Yoki bunday aytganda oqsil, yog', uglevod. Xohlagan narsamizni parchalab qilishimiz mumkin. Faqat harorat ta'sirida. Oylasiz. Bu uglevod parchalayapti. Ya'ni bu endi bu yoqqa ham harakat qilyapti. Bu yoqqa ham harakat qilyapti. Bu yoqqa ham harakat qilyapti. Uglevod o'rtada. Demak, sovuqda nima harakat qildi? Nima parchalandi? Sovuqda qarang, nima? Yog' parchalandi. Yog' parchalandi. Oqsilda stearin organik kislota. organik kislota parchalandi. Xona haroratida